Jardin yashil komplekti davomi qizlar. Birinchi qismda mana shu ulab boshlagan kusok ilgaklarimizni orqasiga yana bir qavat fetr bichib olib, xuddi astarliga o'xshatib, uni tikib, kleylab, mahkam qotirib, mana shunaqa holatga keltirib tayyorlab olamiz. Endi buni mana belida bichib olgan osnovamizga ilgaklarimizni tikib, mana shu shaklga olib kelamiz. Undan keyin ketma-ketlikda bezatishni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek shu shaklda bezatdim. Sizlar xohlaganinglardek bezatishingiz mumkin. Mana shu komplektga chekkalar tilla rangli rulondan 5 ta rulon ishlatdim va mana bu o'rtasidagi temniy ranglisidan bitta rulon ishlatdim qizlar. Mana bu kapelka toshlardan 6 pochka ishlatdim. Keyingi etap oldindan kesib tayyorlab qo'yilgan shokilalarni yopishtirish bo'ladi. Buni o'rtasidagi shokilasi 40 cm, keyingilari 1,5 cm, 2 cm, 1 cm shunaqadan qisqarib boradi. Shokilalarni oxirgisi 5 cm bo'lguncha qisqartirib bordim. Keyin yarim oy shaklidagi shokilalarimiz, uni ham zaraniya kesib tayyorlab qo'yganman o'lchab. Mana shunaqa birinchi bir tarafiga yopishtirib, keyin ikkinchi tarafiga shunaqa yarim oy shakliga keltirib yopishtirib chiqamiz. Videoda ko'rib turganingizdek har ikkita tarafiga shunaqa shaklda ishlov beramiz. Bu yarim oy shakldagi shokilalarimiz orqasidan yana 5 dona, har ikkita tarafiga 5 donadan shokila yopishtirib chiqamiz. Men orqalariga 20 cm dan shokila yopishtirib chiqdim. Endi yubkasini tikishga o'tamiz. Uzunligi 55 cm, endi 120 cm. Bu pastdagi sborkalari 40 cm ga 1,5 metr ikkita kusok. Mana shunaqa qilib yarim oy shaklida kesib olamiz. Sborkalarimizni ham tagini o'rtasidan ulab olamiz. Ikkita kusokni bir-biriga ulab, undan keyin overlock qilib chekkalarni qaytarib tayyorlab olamiz. Mana bu yubkamizdan 36 cm metka qo'yib, o'sha joyidan boshlab sborka qo'yib, xuddi shunaqa holatga keltiramiz. Yubkamiz ham ochiq qolgan joylarini overlock qilib, choklab qaytarib, beliga belvoq qo'yamiz, xuddi mana shu shaklga keltiramiz. Undan keyin 11 cm dan metka chizib, unga har bittasiga o'sha chizgan metkalarimizga bahrama qo'yib chiqamiz. Keyin mana buni ortiqcha iplarni olib tashlaymiz. Iplari so'tiradi, shunaqa so'tsa bo'ladi. Orqa tarafidan rezinka qo'yib qo'ydim mana shunaqa qilib. Mana komplektimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani bosib ketinglar. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, kommentariyada yozib bemalol so'rashinglar mumkin, tushuntirib boraman. Mana shu komplektimiz yakunlanguncha 350 ming so'm xarajat bo'ldi. Mana shu komplektni agar razmeri kimgadir to'g'ri kelsa, 450 mingga berib yuboraman. Arzon variant so'ragan qizlar bemalol yozishinglar mumkin. Chunki buni zakaz uchun emas, kontent uchun qildim. Sizlarga foydali bo'lishi uchun. Yana qanaqa fasonlarni o'rganishni xohlasanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Shunga qarab kontent qilaman. Kuzatishda davom etinglar. Eng yaxshi kontentlar hali oldinda bo'ladi, Xudo xolasa. Salomat bo'ling.